Hayırlık seyşembe. Bütün dünyadaki barlık vatan söygen qarindoshlar. Bugün yana sizlarning oldinglarda. Bugün chislaga 2024 yil 10 oyning 1-kuni bo'ldi vatandaşlarımız. Dünyada yana bir cho'ng o'zgarishlar bo'ldi. Buni men ko'pchilikka tunishtirib qo'y deb o'yladim vatandaşlarga. Hem vatandaşlardan bazı savollar kelyapti. Bazı savollar kelyapti. Shu Livan Hamas İsrail'e urushi o'tgan yil 7-oyda boshlangandan birisi bu urush to'xtamadi. Hamasning ishi bir taraf bo'lgandan keyin endi bu Livanninki yuqori darajalik amaldorlarning hammasini İsrail'e hammasini u dunyoga yo'lladi. Endi bu Ironga kengayamdi, shu Rayn doirasi kengayamdi degan savollar kelyapti vatandaşlar. Yana birisi andan ba'zan ko'pchilik qarindoshlarımızdan bu siz doim degidek shu urush to'g'riliq so'zlaysiz. Sizning YouTube'ingizga kirsak, bu Iron Isroilga urushi, O'rta Sharqdagi urush, Ayadik urush, Miyadik urush degan urush to'g'riliq so'zlaysiz deb shunday qaraq gaplarni qilyapti. Buningga men tushuncha berib qo'y deb o'yladim vatandaşlar. Men uyimni qishda dengizning qishtetdim, hozir Katar ayadan ketyapti. Maşinada oturup sözleştiğinden bir ortiqchiligim bor ekan, lekin atrofda mashinaning atrofi ochiq bo'lgandan keyin odamning ba'zan diqqatini bo'lib o'tadi ekan. Ammo men rozi bo'ldim vatandaşlarga daxlis bo'lmasa, bundan keyingi faoliyatimni, suhbatni shunday qilaman deb o'ylayman vatandaşlarimiz. Bir vatandaşlar, meningki doim degidek bu ko'pchilikdan so'ragan nima urushni so'zlaysiz degan vaqtingizda vatandaşlarimiz yodinglarda bo'lsin. Men unchalik bir iliqi urush bo'lib insonlarning o'lib ketishini kechish orzu qiladigan odam emas. Mening kech kunduz o'ylaydigan maqsadim millatimning mustaqilligi, millatimning hurligi, millatimning kelajagi. Shuning uchun bu millatni qanday qilib mustaqil bo'ldi, qanday qilib mustaqillik erishtigul bo'ladi degan masalada men dunyo vaziyatini kuzatdim. Dunyo vaziyatini ko'rsak, Birinchi dunyo urushi bo'lgan vaqtingizda yomonchiq mustaqil davlatlar o'tirib chiqdi. Masalan, Osmanlılar imperiyasi. Bunun tarkibidan 30 necha mustaqil davlat o'tirib chiqdi. Qag'ini o'zingiz kuzatsangiz bo'ldi. Ikkinchi dunyo urushi bo'lgan vaqtingizda yomonchiq etnik millatlar mustaqil bo'lib chiqdi. Uningdan boshqa so'q munosabatlar urushi degan Amerika bilan Sovet ittifoqining so'q munosabatlar urushida Sovet ittifoqining yiqilishi tufaylidan, ya'ni so'q munosabatlar urush, ya'ni Afg'onistonda urushdi bular. Shu Sovet ittifoqidagi butun jumhuriyatlarninki mustaqil bo'lishda Afg'oniston xalqininki qo'shgan hassasi bilan Amerikaliklarninki Yevropaliklarni qo'shgan hassasi nayt cho'ng deb turib o'ylayman. Bu sababdan ular vijdoniy jihatlardan bo'lsin, qaysi jihatlardan bo'lsin, ular o'zining mustaqil bo'lishda hassasi qo'shgan Afg'onistonga va Amerika g'arb dunyosiga ularni men vijdoniy jihatdan bir qarz deb turib o'ylayman. Demakchi o'g'lim bu yerda so'q munosabatlar urushda mustaqil bo'ldi. Ikkinchilab Bosniya, ya'ni Yugoslaviya bilan NATO o'rtasidagi urushda, ya'ni NATO bilan bo'lgan urush, bu o'zingizlar bilasizlar, Bosniya qatorliq bir turkum joylar mustaqil bo'ldi. Shuning uchun bu yerda dunyoda bir millatning mustaqil bo'lishi, bu Xudoni uxtab qo'yishi bilan, bir odamning duo qilib qo'yishi bilan mustaqil bo'lganligini men ko'rib boqmadim. Shuning uchun bu yerda mustaqil bo'lish masalasi kelgan vaqtingizda bu yerda cho'qim bir urushning mavjud bo'lish kerakligini men o'zimning kallas bo'yicha tadqiq qilaman. Ham shu bo'yicha bu ishlarni maxsus tadqiq qilaman, men maxsus o'rganaman. Shuning uchun deydiganim, Uyg'urlar mustaqil bo'lish uchun 3-dunyo urushi va yoki Amerika bilan Xitoy o'rtasidagi so'q munosabatlar urushi texim yuqori so'q munosabatlar urushi yuqori o'ringa chiqish kerak. Yoki bo'lmasa 3-dunyo urushi bo'lish kerak. 3-dunyo urushi bo'lgan vaqtingizda andan yangan taraflarga asosan bizniki qo'ylarimiz to'g'ri maydonda tura olsa, ya'ni mazlumning qashi tuzuqda Falastinnikida, Hamasnikida, Yamannikida birdam shiya bo'lib uning yanada tursa mustaqil bo'lolmaydi. Bu to'g'ri maydonda tura olsa bu bir, ikkinchidan Xitoy bilan Amerika va yoki g'arb dunyo o'tirsida xuddi ilgirgi so'q munosabatlar urushda va yoki ilgir bo'lingan bir dunyo urushda urush chiqib, birisi yengilgan vaqtingizda men mustaqil bo'ladi deb turib o'ylayman. Men bunda qarg'uchi.
Men tashqi dunyodagi bu qo'ylarning, bu jonivorlarning duo qilib qo'yishi bilan, o musulmon davlatning yenda bu yerda undaq surishlar men mustaqil bo'lganiga men aslo va aslo ishonmayman. Chunki Xitoy bir kuch, 1,5 milliard aholiga dunyodagi ikkinchi cho'ng bo'lgan kuchga Uyg'urlar undaq oson buniga taqobil turib, uni Uyg'urlarni mustaqil bo'lib tashqi dunyodagi bu qo'ylarning, jonivorlarning, qo'ylarniki bundaq qila olishiga men ishonmayman. Shu sababdan bu yerda dunyo urushi chiqish cho'qim shart. Shu sababdan kech-kunduz dunyo urushidan chiqishni kech-kunduz duo qilg'ichi va uniga tilaktash bo'g'ichi chiqsgan, ko'p jihlisgan, urush texmi rayon boshqa kengayisgan degichi etman. Mening psixologiyam, xususiyatim bu. Shuning uchun men doim degandek vaqtda bu shu rayonda bo'ldigan urushlarning hamma jarayonlarini tadqiq qilyapman, kuzatyapman, buni ko'pchilik tushuntiryapman vatandoshlarimiz. Deganimizdek vatandoshlar, bu sababdan men urushni degan gaplarni jiq tushuntirma va buniki men tushuntirma. Chunki bu urushning bo'lishi, dunyo urushidagi urushlarning bo'lishi va yoki so'q munosabatlarning urushining bo'lishi Uyg'urlar uchun foydali, to'g'ri maydonda tura olsa. Yana ikkinchi dunyo urush vaqtida o'xshashlar bizning ota-bobolarimiz yana Stalinninki kaynada turib o'tirib o'zining davlatini yo'qotgan. Ammo shunda qarayman. Ya'ni bugun bu yerda Kalva Salvashlarning kayni kirsa, yana Ironninki, Iroqninki, Turkning kaynida turib, yana ular kayn tarafdan Xitoy bilan hamkorlashdi. Ular bir turib yana mustaqilligini yo'qotdi deb o'ylayman. Bizning turadigan maydonimiz Amerika, Yevropaning maydoni ham so'q munosabatlar urushi, ham chiqadigan dunyo urushdagi urush. Bu Uyg'urlarning kelgusidagi mustaqillik yo'lini belgilaydi deb turib o'ylayman vatandoshlar. Shu sababli mening kech-kunduz so'zlaydiganim urush. Ikkinchidan, shu G'azodagi Isroiliya bilan Hamas o'tirishib urush kengayib, bu Irongacha boramdi degan savollar o'tiradi. Men buni o'tgan yil 4-oydan tortib men yomonchiq so'zladim. Qarasanglar, meningcha bor. Isroiliya İran urushi bo'lamdi degan temining o'zida men bu yil 4-oy yoki 3-oylarda mush atrofda men maxsus so'zlab, bugun bo'lmasa ata, bugun bo'lmasa indin bu Isroiliya bilan İran o'tirishda cho'qim urush chiqish kerak. Chiqmagan vaqtning o'zida bu bo'lmaydi buning jarayonlarining hammasini so'zlab bo'lgan vatandoshlar. Shuning uchun men buni to'g'rini qaytadan so'zlamayman vatandoshlarimiz. Xohlasanglar qandoq chiqdi, qandoq bo'ldi, men shu temada men yeshib tushundigan, anglanglar leksiyani, men yana keyinda takrorlab o'ldirmayman. Bu shu yerda xulosalab o'tirib bu urushning %100 chiqadiganini men degan vatandoshlarimiz. Endi bugunning o'zida endi bu yerda Isroiliya bilan Libnon o'tirisida men buni Libnon deyman. Chunki vatandoshlarimiz to'g'ri tushuninglar. Livan bilan men doim Liviya bilan Livonni aralashtirib qo'yman. Ya'ni Liviya degan burungi Kaddafi. Hozirgi mal Libnon deganimiz yana aralashtirishga boshladim, ko'rdinglarmi? Livan degan bu Isroiliyaning chegarasidagi davlat Livan. Liviya degan burungi Kaddafininki. Men buni ikkisini aralashtirib qo'yish tufaylidan shunga men Liviya va Libnon deyman vatandoshlarimiz. Shuning uchun mening Libnon deganimni Livan deb turib tushuninglar bilamda qarindoshlar. Bugun Isroiliya bilan Livan, ya'ni mening tilim bo'yicha Libnonning so'zida buni turklar, arablar Libnon deydi, inglizlar Libnon deydi. Bu Libnon o'tirisida rasmiy quruqlik urushi boshlandi vatandoshlarimiz. Bu urush ilgirlatim bor. Hamas qachonki Hamas unidimi bor 2006-yilmi bo'lgan bu urush. Ya'ni Isroiliya bilan Libnon o'tirisidagi, ya'ni Isroiliya bilan Hezbollah o'tirisidagi urush bu ilgirlatimi bor. Shu qachonki Isroiliya bilan Hamas o'tirishib urush boshlangan vaqtning o'zida bu Hezbollah, ya'ni Libnonliklar doimdagidek bunday Libnonliklar deb hammasi aytolmaymiz. Chunki bu Libnonning ichidagi eng asosli bu militar terrorist guruh bu Hezbollah vatandoshlarimiz. Ammo u davlatda bir davlatning armiyasi statusiga chiqib olgan ular. Haliqa Salvash Hezbollahlar shu. Bular ilgirida tortib urush bor Isroiliya bilan. Ammo Isroiliya quruqlikdan urush qilmagan.
Xabaringlarda bor, men o'tgan hafta Hizbullahga nim bo'ldi degan temada so'zlab, ularningki pager, ya'ni chaqiriq asboblarininki bir raqli portlash tufaylidan ilqi xatkaga uchurlarni ko'ramay qiyirlarninki bu ko'rish jarayonining o'zida xatni o'qib, ba'zi qiyri generallar xatni ko'ramay o'tirib, ko'zlik yiqi akasi ko'z portlagan, ko'zi bilan qo'li yo'qolib ketgan, ko'pinchilarning yo'qolib ketgani shu pager chaqiriqnikida qo'li bilan ko'zdan ayrilib qolgan. Ko'zdan ayrilib qolgan. Ashundaq bo'lish jarayoningizda men shu vaqtda degandim, buni ham hammasini to'liq aniqlab chiqdi. Isroiliya buni qanday qilib bo'lmasin urdi degandik. Qurol yarog gazarmalardan tortib, o yuqori darajali generallarningki vatandaşlarımız aşı en çoğun yukarıdaki Hasan Nasrullah'dan tatip adet 30 yıl şu Hizbullah'a başlık boğan Hasan Nasrullah'dan tatip en astıgıça sallavaş generallardan hemisi İsrail o dünyaya yolgu sevetti vatandaşlarımız. Gördün mü? Aşlarının hemmisinin en âli şuvarları kandak şuvar tavlıgan deyse adaletsiz şuvar. İsrailiyani yeryüzünün yoktu bitimizdeki en âli şuvarlar qadimdi. Bir milletni dunyoning o'zida yer yuzidan yo'qotib yeta olamsa, bir millatni yer yuzidan yo'qotib yeta olamsa, bundan ortiq qorniyat, eski niyat, yomon zihniyat bo'lmaydi. Ashu Hizbullahning generallari Hasan Nasrullahdan tövengicha hammasi biz Isroiliyani yer yuzidan yo'qotib yetmaymiz deganlar bugun o'zi yer yuzida yo'qolib ketdi hamdi. Isroiliya xulasi gap Aşqatimliq chaqirg'u portlash vaqasidan keyin qoraliroq nurg'un gazarmalarni urgan butun top generallarni bu juma kuni eng cho'ng amaldori Hizbullahnikini to'liq general yuqoridan to'vangacha hammasini o'ltirib, bu tashkilotninki umumiy qurilmasida taltux cho'kirib o'tdi desanglar bo'ldi. Ya'ni qo'mondonlik sistemasidagi butun yuqori darajali qo'mondon Nasrullahdan tortib eng tövani bo'g'icholarning hammasini o'ltirib o'tdi. U dunyoga yo'lga sevatdi. Ularning butunlay chaqiriq asboblari, telefonlarining hammasidan bu yerda hammasi portlaydigan ahvollar chiqdi. Demak, ularning qo'mondonlik sistemasi nol holatga keldi deymiz endi vatandoshlar. Ham bu yerda ba'zilari chiqdiki, bu yerda yana shu sallavoshlarga o'xshaydigan yana sallavoshlar chiqdiki, voy bir Hizbullah o'lsa, ming Hizbullah chiqadi deb turib shuarlarni to'laydi. Nima desa u o'zining ishi. Ama İsrail'e bu qatim qatlamdan, yuqori qatlamdan töven qatlamgacha Hizbullahni to'liq cho'kiribdi vatandaşlarımız. Bu yerda yodinglarda bo'lsin vatandaşlar. Bu qurg'uluq urushi boshlandi. Qurg'uluq urushi boshlandi. Isroiliya hozir shu Libnonga, ya'ni Hizbullah tavasi kirdi. Shu hozir kirgan vaqtning o'zida o'tgan hafta Isroiliya tarafdan uchur chiqadi, ya'ni Netanyahu Isroil taraf shu Libnonning janubidagi Isroil bilan chegaralangan rayondagi taxmini 500 mingga yaqin aholi bor ekan. Ashuningga Isroiliya tarafdan biyost uchur kelgan insonlarning telefoniga. Bu yana tarkitinglar. Tarkatmasanglar bizning urushimiz Hizbullah bilan. Odatki xalqlar bilan emas. U yerda qarsanglar o Libnonda xristianlar bor, u yerda shialar bor, sunniylar bor, har turli guruhlar bor endi. Bizning urushimiz Hizbullah bilan. Sizlar bu yana tarkitinglar degan vaqtingizda odamlarning hammasi qilib Beyrut tarafga, ya'ni Isroiliya chegarasidan 500 kilometr hammasi jiroqlab ketgan gap. Bu yerdagi gap nima desanglar vatandoshlar? Libnon xalqi ilgirkiga o'xshamaydi. Cho'ng urushlar chiqaranmaydi. Iran u yoqdan uning yordam beranmaydi. Yordam bak yaxshi. Yordam bak yaxshi. Isroiliya toza qo'ydi akilib tepidan. Isroiliya toza qo'ydi Ironni. Bu Iranning ayni vaqtida o'zinglar bilasizlar. Mush urushga kiramikin deb masalan elchixonasini portlatdi. Yattı bu hece qizdak. İkinchidan bu Hamasninki İsmail Hamini deydigan qator turdigan bu dangliq lideri ash Iranning tuproqqa kelgan vaqtning o'zida buni o'ltiribdi. Yana bular o'tirib lati mijozlik qilib biz foydali fursatni kutyapmiz, aniqyapmiz deb o'tirib yotdi. Bir davlatning obro'yi, g'ururini kechiringlar vatandoshlar. Bir davlatningki obro'yi, g'ururini elchixonasini urush bilan masalan nimniki Hamasninki dangliq lideri, birinchi darajalik lideri İsmail Haniyeni bu Qatardan Ironga kelib shu yerda ziyorat qilayotgan mezgilda shu davlat bir mehmonini o'ltiribdi.
Ötürmesimi İran hazır oturup çıkamayotdu. Gap bu yerda urush qilish imkoniyati yo'q. Xulasa İran Libiyaga masalan Hizbullah yordam berib urush kirsa yaxshi. Kirsa taziyaydi akilib. Ava salvashlarning hammasini sallasi qatdi bombani İsrailga. Ama unda qo'qotdi. Endi hozir shu juma kuni Hizbullahninki boshlig'i Hasan Nasrallohni otgandan keyin o'tagandan keyin endi bu İranning salvashlari yer osti uyga kirib ketganga bir yerda yo'q hozir. Mugovagan gap bir yerga kirib. Ko'rdinglarmi? Va mana shunday gap. Shuning bilan hozir real ahvol shunday turdi. Demakki bu yerda bir Libnan xalqini, ya'ni Hizbullahni Libnan xalqi qo'llamaydi, jiq qo'llamaydi. Buni urushning jiqqa cho'ngaymasligidagi sababi bir Libnan xalqi Hizbullahni darajadan tashqari burunqida qo'llamaydi. Sababi nima? 2015 dan tortib ta 2018 gacha va 2013 dan tortib boshlangan 2018-yil boshlangan Suriya urushida, ya'ni Bashir Asadni urushida bu yerda İranning yordamidagi mushu Hizbullah Suriyaga kirib bak ko'p shiyalarni o'ldirdi, suniylarni o'ldirdi. Hem Iroqdagi shiyalarmo Suriyaga kirib bu yerda o'zinglar bilasizlar, Shia Sunniy urushi kelib chiqdi. Shia Sunniy urushi kelib chiqqan vaqtingizda Rusning yordamini olgan, İranning yordamini olgan, Libnan, shu Hizbullah, masalan hozirgi Yamandagi Hutiylar, Iroqdagi salvashlar, mushlar Shialar Suriyaga kirib, Suriyada cho'ng bir qatliam urushlarni qildi hamdi. Sunniylarni qirdi. Bu yoqdan Ruslar bombali aeroplan bilan toza qo'ygandan keyin urush aeroplanlarini bugun Turkiyaga to'shab ketgan 7-8 million ko'chman shu sababdan ko'chib chiqqan ko'chmanlar. Shu sababdan bugungi kallasi bizning Uyg'urlarning ichidagi bir turkum saranglar emas, arablarning ichida mahal raurs aqlliqlari shu urushni ko'rgandan keyin bu shiyalarning qanchalik yomon zihniyatining borlig'ini biladi. Shuning uchun bu yerda uning dadini og'ich ko'di. Shiyalardan qirildi. Bu yerda Rusni kayniga olgan, İranni kayniga olgan, mush Hizbullahlar Suriyaga kirib nurg'ulgan sunniylarni o'ldirdi. Shu sababdan bu yerda ilgirki o'xshash, masalan Libandagi sunniylarmi va yoki boshqa xristian xalqlarmi shiyalarni, ya'ni Hizbullahni qo'llamaydi. Bu degan bayatdan reallik ular u faktni biladi. Asli bundaq masalalarni bizning diniy ustozlarimiz so'zlash kerak deydi. Ammo ular hech bir zaman so'zlamaydi uni. Shuning uchun biz davatimiz xulosa bu yerda bir İran uningga undaq bir kuchli yordam bermaydi Libnonga. Bir bayatdagidek sharoitlar. Ikkinchidan Libnondagi xalqlar Hizbullahni unchalik kuchli darajada qo'llamaydi uni. Bay deganda bu yerda sunniylarga kirib vahshiylik qirg'inchilik qilishi, urush qilishi. Zaten bu Hizbullah'nın nim maksatının bağlılığını bir yerde köydü. Üçüncü köydüğünler yani bir yerde Palestin'i yani Hamas'ını bu İran bilen Hizbullah otqı tıkıp koyuş arkalık hem de ulanı otqı tıkıp koyup öz qarab oltuğunu bir yerde köydü. Onu dünya halkı emez, dünyadaki kallısı ba insanlar yani kallısı ba Ebu Cehil'in evlatları köydü hem de. Şu sebepten bir yerde Hizbullah'ın İsrail'e bilan bulduğu urushida bu Ebu Cehil'in avlodlari unchalik yordam bermaydi vatandaşlarımız Hizbullah'a. Shuning uchun bu yerda undaq bir cho'ng degidek olaydan İsrailga o'tirib bir kayniga chekindirolgidek cho'ng urushning bo'lishiga men ishonmayman. Bir u davlat bayatga degan xulosalsak hokimiyat apparat sistemalari to'liq qurtildi, tugidi. Aloq asboblar masalasi kelgan vaqtning o'zida masalan walkie-talkie'lardan tortib portlab uningdan qo'qishning ichida İran bu yoqdan kuchli yordam berolmaydi. Yordam bersa yaxshi. Men kechkunduz duo qilaman yordam kirishni. Shundan İsrail ham kelib İranni toza qo'yishni umid qilaman. Andin bu yerda xalq Shia sunniy urushi tufaylidan bu yerda Shialarni yaxshi qo'llamaydi. Shu sababdan bu yerda İsrailning u yerga kirib toza qo'yg'ini qo'ygan. Ashunda qilish kerak bo'ladi. Hem bu yerda men yana bir nuqtani tushuntirib qo'yay vatandaşlarimiz.
Men tekrar tushundirdim. Yana tekrar bir narsani to'g'ri tushuntirib qo'yay. Mushu İran'ninki Şia İran'ninki. Mesela İran bilen Xitoy o'tirisida leksiyalarimda jiq qo'shdim. Xitoy bilen İran o'tirisida 400 milyard dollarlık 25 yıllık savdo kelishim bor vatandaşlarımız. Bunu men tekrar dedim, başka nurg'un leksiyachilar o'tirib chiqolmayotdi. Bu rost. 400 milyard dollarlık savdo kelishim bor. Amerika G'arb dunyosi İran'a embargo yurgizgulik. Onun şu O'rta Sharqdagi terror harakatlari tufaylidan atom qurollarini normalsiz yashash kirish tufayli uning embargo yurgizdi. Yani embargo degan vaqtida İranning asosli kirimi neft va gaz. Neft gazni setishga cheklama qo'ydi. Yani sotilmaydi. Bundan İran qanday qildi degan vaqtida bu neft gazni o'dil Xitoyga sotdi. Mana qaranglar. O'dil Xitoyga sotdi. Yani azonga Xitoyga sotdi. Xitoy bunu dollarga aylantirib İranga berdi. İran o pulni kimga berdi desa, Hamasga berdi. Libnandagi Hizbullah degan salvashlarga berdi. Uningdan boshqa u dairadagi Yamandagi Huti deganlarga berdi. Ve Iroqdagi Ashti Shobi degan o'ziniki bu Yajuj Majujlarga o'ziniki bu u rayonga zoti Arab dunyosiga domini qilayotgan, cho'nchilik qilayotgan bu o'zining Shia guruhlariga berdi bu pulni. Yani hatta o'zining xalqiga bermaydi. Yodingda bo'lsa, İran xalqi shunchalik namrat, shunchalik qala-qolatda namrat ularniki. Turmush saviyasi bak tovan. Bu İran ashundaq Xitoyga sotgan neft gazlarning hammalarining pulini shu O'rta Sharqdagi shu terror guruhlarini kuchaytirish ashining ishlatadi, hatta xalqiga ishlatmaydi. Shu sababdan bu yerda vatandoshlarimiz İranning urilishi, İran O'rta Sharq rayonidagi yo'qolmasi bo'lmaydigan bir jonivor. Ham Xitoy bilan bevosita qo'l aloqasi bo'lgan boy degandek. O qolgan gaplarni demayli, harbiy jihatga qolgan gaplarni biz deyishning hojati yo'q. Chunki men faqat o'tirdi bo'lgan reallik bütün gaz neftlarninki hammasini degidek unda boshqa yo'l yo'q sotadigan. Xitoyga sotadi. Xitoy boy degandek dollarni liqlab o'tirib İranga berdi o aqchini. İran hozirgi Isroiliya bilan urush qilayotgan barliq terrorist guruhlarga berdi. Demak bu ikkisining munosabati mushinchilik. Shuning uchun bu yerda İran mollalarının beshiga bomba yig'ib baribir yig'iladi. İranning rejimi bu yerda İsroiliyaning qarshi turdig'imi İran mollalari, İran xalqi emas. İran degan Ozarbayjonliklar boshqa xalq emas. Bu İran mollalari. Mollalarining beshiga bomba tushib, olmashqa vaqtning o'zida Xitoyning bir qo'li kesiladi. İran xalqimi bu yerda bir normal hayotga, normal turmushga erishdi hamdi. Shuning uchun biz bu yerda maqsadimiz mesela İran'ı yaman ko'rish emas yoki boshqa bir davlatni yaman ko'rish emas. Dunyoda bo'layotgan siyosat bo'yicha biz insonlarimizga men tushuntiryapman vatandoshlarimiz. Shu shunday ishlar. Hozir hamda Isroiliya hozir bomba qo'yib mangdamdi bu Hizbullah tarafga. Boy degandek sharoitlar tufaylidan mening tushuncham bo'yicha bo'lgan vaqtida Hizbullahning yolg'iz qolgan. Hizbullah'na yalğız qağın. Ha onundan keyin endi bu yerda nima kim keldi degan vaqtida İranga keldi. Çünkü İran bu ashlarning hammalarini boy deganimizdek pul bilan ta'minlaguchi. Qurol-yarog' pul bo'lgandan keyin qurol-yaroqlar bilan ta'minlaguchi, texnik jihatdan ta'minlaguchi. İranning puli bo'lmasa masalan, u rejim shu hamon yiqildi. Bu yoqda Xitoyning qilayotgan xatoligi qaysi degan vaqtida ular bilan bevosita tijorat qildimi shunday qish. Tushundinglarmi? Shuning uchun men bu yerdagi real ahvolni ko'pchilikka men tushuntiryapman ham so'zlayapman vatandoshlarimiz. Mening İran xalqi bilanmi meniki? Men dindor odam emas, men o Shia sunniylarga men hech qaysining birisiga o'ch emas, men faqat reallikni so'zlayapman vatandoshlar. Ashunda qilsak vatandoshlarimiz, oxirida men bir narsani tushuntirish berib qo'yay vatandoshlar. Men o'tgan qatimliq leksiyarimda dunyoning nima bo'lmoqchi degan leksiyada Rossiyaning Krasnodarskiy yar deb tushuntiribman. Buni do'stlarimiz menga xat yozibdi. Bu Krasnodarskiy kray degan yer ekan, tushundingizmi? Krasnodarskiy kray degan yerda Rossiyaning eng chong bir yadro qurollari bazasi
quralirak 11 partildi. Şun bu ismini tuzitib olinglar. İkinchidan, vatandaşlarımız meniki mushu urushga qiziqadigan, dunyoning urushning oq ko'rinishi qiziqadigan qarindoshlar bo'lsa, darhol qo'linglardan kelishicha a'zo bo'lganlaringlar, a'zo bo'lgan qarindoshlar rahmat. A'zo bo'lmaganlar bo'lsa, a'zo bo'linglar. YouTube kanalimga a'zo bo'linglar. Bundan keyin bu qachon mushu dunyo urushi tabiiy chiqadi bu. Mush jarayonlarning o'zida qaysi davlatlar bilan qanday bo'ldi, Uyg'urlar qaysi maydonda turish kerak degan masalalarda men to'xtamay shunday kavshib bermayman sizlarga. Shuning uchun a'zo bo'lsanglar, menga nisbatan yaxshi. Ikkinchidan barmoqni toza urib aytinglar, qo'rqmanglar vatandoshlar. Yana birisi kanalimga a'zo bo'linglar, andin taqib qo'yishni unutib qolmanglar. Men uzun so'zlamay o'tganda so'zlagan bu naq maydon leksiyarim YouTube'ga qanchalik vaqtda chiqdi dedingiz? 16 soatdan keyin chiqdi. Bu mu? Menimcha bu vaqtingizni gap qilmay o'tirib, yana 15-16 soatdan keyin YouTube'ga chiqqamda o'qimayman. Onungacha YouTube chiqib bo'lguncha saqlanglar vatandoshlar. Bilanda men bevosita men chiqaramayman uni qanday qilib o'z turdikan, bir vaqtida chiqdikan o YouTube'ga. Hozir naq maydonda ko'rib olganlar turib tursanglar bo'ldi. Bu qancha soatga? Birdan keyin 1-2 soatdan keyin chiqsa yaxshi. Ammo qachon chiqadi, men buni bilmayman. O'tgan keyin shu dunyo nim bo'lmoqchi, dunyo vaziyati nim bo'lmoqchi deganni so'zlab 16 soatdan keyin YouTube'ga chiqdi. Bu balkim chiqib qolar. Bir o'zining vaqtini topgan vaqtida. Buni chuqur bir tekshirdi, kvalitet jihatlardan boshqalarga tahdid selayotamdi deb o'tirib tekshirdi buni vatandoshlar. Bu yerda tahdid xarakterlik, terror xarakterlik, ya'ni ballarni qo'rqitadigan xarakterlik so'z bir narsalar bormi deb turib buni mukammal tekshirdi. Vaqt kerak. Ularning o'zining vazifasi. Buniga mening hech qanday qattiqim kelmaydi. Buni men ko'pchilikka tushuntirish berib qo'ydim. Qanday bo'lgan bo'lsa vatandoshlar, tekrar ko'rishcha omon bo'laylik. Xo'sh.